Assalomu alaykum. Xo'jaobod chorva kanalini qo'llab-quvvatlab turgan obunachilar. Bugun biz Jalaquduq tovuq bozoriga keldik. 2026-yil 8-mart, ya'ni ayollar bayrami aytib o'tamiz. Ayollarimizni, onalarimizni, opalarimizni bayramlar bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq, eslari ulug' bo'lsin. Bugun hafta kuniga yakshanba Jalaquduq parranda narx-navolarini sizlar uchun aytib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa like, podpiska bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Obunachilar, o'zimizni tovarimizdan boshlaymiz. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Obunachilar, mana bu yerda karabil zotli tuxumga endi kiryapti. Tuxumga harakatda bo'lgan o'rdaklarimizni sizlarga narx-navolarni aytib o'tamiz. Mana Tulay makka, go'ja makkalarimiz 150 ming so'mdan kami bor. Mana bu jo'jalarimiz, kuzgi jo'jalar. Bularning narxlari 70 ming so'mdan kamini qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu brullerlarimiz. Mana xudo xolasa brullerlarimiz chiqdi. Brullerlarimiz 130 ming so'mdan kami bor. Hashak xo'rozimiz 150 ming so'm kam bor. Yoshiga to'lmagan jo'ja xo'roz. Mana ikkita bramalarimiz bor. Bramalarimiz 160 ming so'mdan kam bor. Bular tuxumda. Xuddi shunday parrandalar kerak bo'lsa, o'rdak, tovuq, broiler bo'lsa, kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. O'zimning telefon nomerimni qoldiraman. 88 991 0916. Bemalol shunday parrandalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana bu yerda savdosi bo'lyapti-ku. 350 ming bo'lyapti. 50 ming so'mdan shu tovuqlarimiz tanlab olishiga. Qaysinga nech pul verdingiz aka? Nech pul verdingiz? 250 ming so'm. Endi yutki Tulay makkalarimiz bahosi bo'lyapti. 50 ming so'mdan kami bor ekan. Brama tovuqlar bor ekan. Assalomu alaykum. Samandar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Aka, tovuqlar ko'paytirib yuborsiz. Nech puldan ekan bu bramalar? 200 mingdan kami bor. Kami bor-a? Bo'ldi aka, to'yapti-ku. Qiziqqanlar nomer qoldirasizmi? Ayting. Xo'jaobod akam bor, yaxshi ko'rib qolsa qani edi. Bo'ldi, xudo xolasa aka, Rossiyadan ham ko'radi, Qozog'istondan, Qirg'izistondan ham ko'radi. 93li 277 3008 obunachilar bemalol aloqaga chiqarasiz. Shu nomerlarga har xil turdagi o'rdak, g'oz, tovuq, manaqa brama, dakan-baki qora tovuqlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Shu mana bu yerda qora xo'roz, qora tovuqlar bor ekan. Narx-navolarni so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Qora tovuqlar nech puldan ekan tunga kirganlari? 150 ming so'mdan kami bor aka. Xo'roz bular 100 ming so'mdan berar ekan. 150 ming so'm kami bor. Pastani shunaqa tovuq, qora tovuq, xo'rozlar bularmi aka sizda? Qiziqqanlar uchun nomer qoldirasizmi? Jalaquduq bozorida bo'lasiz. Xo'jaobodga ham chiqasizmi aka? Faqat Jalaquduqda bo'lar ekan akamiz, bemalol kelib akamizdan parranda olsanglar, obunachilarim uchun arzon qilib berasizmi aka? Bo'ldi. Xo'jaobod chorvadan keldi desanglar, bemalol arzon qilib beradi akamiz. Obunachilar, mana bu yerda xo'roz, qora tovuqlar bor ekan. Aka, bu xo'rozlar nech puldan ekan hashak xo'rozlar? Tanlab olish 100 ming so'mdan ekan. Bular jo'ja xo'rozlar ekan, bular dakan-makkalar ham bor ekan. Qora tovuqlar nech puldan? 170 ming so'mdan. Qiziqqanlarga nomer ayta olasizmi aka, pastani bo'lsa agar? Ayting nomeringizni. 91lik 494 86 bemalol aloqaga chiqarasizlar. Akamizga qora tovuq, xo'roz, jo'ja xo'roz dorilikka mana shunday jo'ja xo'rozlarni bemalol beradi, xudo xolasa. Obunachilar, mana bu yerda kameraga foto baqadigan akalarimiz uchun mana bu yerda har xil turdagi katelar, bunaqa gnezdolar bor ekan. Mana bu amadinalarga, mana bu valnisnilar uchun yana har xil turdagi katelarimiz bor ekan. Video obzorlarni sizlar uchun qilib o'tamiz. Mana bu kanareykalar uchun, eradushka, har xil turdagi qushlarni bemalol baqsalar bo'ladi. Hoji aka, assalomu alaykum. Bu katelarimiz nech puldan ekan bu kattasi? Bunisi 400 ming so'm kami bor. Bunisi-chi? Bu ham 400 ming so'm ekan, kami bor ekan. Qiziqqanlarga nomer ayta olasizmi? Zakazga qilib berasiz. Nomeringizni aytsangiz, bo'lmasa
33'lik 170 0866 obunachilar bemalol shu akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqa har xil turdagi katelarni chiroyli sifatli qilib budizga qarab qilib beradi. Bunaqa gnezdolar bor ekan, valnisniki bor ekan, amadinaniki bor ekan. Akamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akalar do'konlarga, kaptarxonalarga bemalol shunaqa zakaz qilsanglar ham yasab beradi shu akamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar mana to'tiq qushga qiziqadigan akalarimiz uchun, obunachilarimiz uchun mana har xil turdagi qushlar bor ekan. Bunaqa valnisnilar bor ekan, eradi qushlar bor ekan. Mana kerakli narsalari, suv qo'yadigan, suv ichadiganlari bor ekan, donlari bor ekan, vitaminlari bor ekan. Aka, hamma bozorga borasiz-da, pastdan shu qushlar manaqa yem, asboblari bo'ladi. Qiziqqanlar nomer qoldira olasizmi? Nomerlaringizni aytib o'tasiz. 87lik 953 7700. Obunachilar shu akamizga bemalol nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqa har xil turdagi qushlar, manaqa setkalar, gnezdo, vitaminlari kerak bo'lsa, mana donlari kerak bo'lsa, suv ichadiganlari hammasi kerak bo'lsa, mana qopqonlari ham bor ekan aka. Mana har xil turdagi qushlarni ushlash uchun qopqonlari ham bor ekan. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar mana shu quyonimiz barakasi bo'pti, 80 ming so'm barakasi bo'pti. Erkak quyon ekan. 80 ming so'mga barakasi bo'pti. G'ozlarni 350 ming so'mdan kami bor deyapti. 350 ming so'm kami ekan. Dehqon akamizdan ekan. Obunachilar mana bu ikki quyonlar chiqdi, kattalari, enalari, yosh bolalari ham chiqdi. Mana narxlari 50 ming so'm, 60 ming so'mdan kami bor ekan. Bu kattalarini 150 ming so'mdan kami bor ekan. Nomerlaringizni aytib qo'yasiz quyonlarga. Nomer. Yo'q, aytavering nomeringizni. 33lik 725 15 38 shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu quyonlar kerak bo'lsa, yoshlari ham bor ekan, kichkinalari ham, kattalari ham bor ekan. Akamizda bemalol har xil turdagi quyonlar bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar.